Uzun PHP dersi 20. qism PHP'deki session. Session degan nima? Biz kompyuterda mashg'ulot qilsak, har bir mashg'ulotimizni kompyuterda kirgan a'zo nomimiz orqali saqlaydi. Lekin torda bo'lsa, o'zimizning kompyuterda mashg'ulot qilgachqa, tor bekat mulozimlari bizning kimligimizni bilmaydi, chunki HTTP adresining holatni davomlashtirish alohidligi yo'q. Shuningdek, sessionni o'zgarish miqdori orqali bu masalani hal qilamiz. Uning xizmat prinsipi ishlatuvchi abonent uchun mulozimlarda salohiyat shuni saqlashdan iborat. Sessionni boshlash. A'zo fikrni sessionda saqlashdan burun cho'qim dialogni qo'zg'atish kerak. Ya'ni dialogni qo'zg'atish uchun session start deb funksiya nomini PHP ning ichiga yozishimiz kerak. Uni ikkinchi session qiymatini o'qish. Session qiymatini o'qish uchun ma'lum dollar belgisi ost siziq, undan keyin session belgi orqali session qiymatini o'qish bo'ldi. Masalan, ma'lum misol ko'rsatilgandek. Andan keyin sessionni oxirlashtirish. Ma'lum başladık, qiymatni o'qidik, buni oxirlashtiramiz. Buning qiymatini oxirlashtirish uchun onset yoki session destroy funksiyasini ishlatamiz. Session destroy funksiyasi sessionni asli qaytargan bo'lib, saqlangan barliq session saloq usullarni yo'qotadi. Masalan, ma'lum misolda ma'lum qiymat berish, o'qish qatorliqlar so'zlangan. Bu onset masalan ma'lum session qiymat orqali view ning qiymatini 0 yoki asli qaytarib o'tmoqchi bo'lsak, onset funksiya orqali shu session orqali o'qilgan view ning qiymatini to'xtatish qo'lda. Agar funksiyani ishlatsak, sessionninki qo'zg'atgandan keyingi oxirgi quruga, demak shu session orqali o'qilgan yolg'iz view emas, boshqa qiymatlar bo'lsin, hamma qiymatni biroqlan shu 0 ga qaytardi.